Assalomu alaykum hurmatli podpischilarim, do'stlar, yana men o'zbeklar ko'rib qoldim yo'ldan tasodif, to'g'rimi? Qayerdansiz? Samarqand. Samarqand. Marg'ilon. Samarqand. Do'stlar, sizlarga ham nasib qilsin. Eng ko'pi qaysi viloyat keladi bu yerga? E'tiboringlar. Samarqand ko'p keladi. Samarqand, Marg'ilon ko'p. Ha, kecha eshitdim. Hammani oldida Andijon ko'p keladi. Shu rostmi? Rost. Andijon ko'p keladi. Samarqand ko'p keladi. Namangan qanisizlar, do'stlar. Men namanganlikman, popdan bilasizlar, yakkatdan. Abdushi omad. Gap yo'q, mana bar o'zbekda o'zbek. Gapini bo'ldim, 2 kundan beri kuzatdim. Keladi. Meni ham yo'lim bexosdan ochildi. Nasib ekan, hozir oqtab yurib Madina Muhammad sallallohu alayhi vasallam ravzalarini olib topdim. Ko'rishdi, Xudoga shukr, kelib oldi. Yaxshi, hamma yo'q zo'r. Ya, maşallah. Ko'rganimizdan ziyoda ulug'. Mana shu oyoqlar qarang, baquvvat bo'lib ketdi-da. Qarang, do'stlar, mana bu yerlar ulug' joy. Bu yerda nafas olsangiz o'zi savob yoziladi, to'g'rimi? Albatta, o'zingiz ishondingizmi? Ishondim, Men o'zim. sizga tan berdim, piyada kelgansiz tan berdim. Shunday komment yozib qo'ying, oyiga chiqing deb, oyiga ham chiqib ketaveraman. Inshaalloh. Do'stlar, davay. Kuzatinglar.